Iftorlikka ovqatimizni yoniga bir donadan bo'lsa ham somsa tayyorlamoqchi bo'ldim. O'zi aslida iftorga qilmoqchi edim, lekin ulgurmadim. Xo'jayinim yoqtiradilar somsani, shunga erinmasdan iftordan so'ng tayyorlab qo'ydim. Ro'zamizni ham bir pasda mana 14-kunga yetib kelmiz hozir. Iftor qilishdan oldin oddiy oshxamir qilib qo'ygandim. Iftordan so'ng idishlarimizni basallab, ishlarimni yig'ishtirib kelib, endi xotirjam davomini tayyorlayapman. Bolajonlarimizni darslari ham bor, darslarni qildirdim. Hozir bu somsani pishirib kirgunimcha uxlab qolishadi. Shuning uchun oldin vazifasini qildirib, keyin bunga o'tirdim. Tugib sovosam yarim soatda pishadi. Somsani yangicha ko'rinishda pishirib ko'rmoqchi bo'ldim. Yaxshi chiqdi. Xudo xolasa yoqadi degan umiddaman.